тігу практикасымен birlikte olup barılar. Okuşlar da özlerin modelyer hem modeller olarak tasınırlar. Sizin itibarla lisey hem Gürtünç Mektebi'nin okuşları işlegen kiyim kolleksiyalarını takdim ederiz. Hayırlı gün, hürmetli konaklar. Men Ko'kmara 4-o'rta maktabining 10-sinf o'quvchisi Bahoddinova Liliya. Sizning e'tiboringizga o'zim azirlagan tug'an yaxmaturlig'i ham yomarish kiyimlar kolleksiyasini ko'rsataman. Tut maqsad yetakchilik hunari bilan don qozongan Ko'kmaramizdagi xalq hunarini saqlaw ham shuni yo'naltib. Kolleksiya turli konkurslarda ham olimpiadalarda ko'rsatildi. Tug'an yaxmaturlig'i ko'lmaklar kolleksiyasi felting, ya'ni qora to'shav texnikasi bilan yasalgan. Bu kolleksiya bilan 2017-yilda texnologiyadan butun Rossiya o'quvchilar olimpiadasida regional etapida prizyor bo'ldim. Yomarish xotin-qiz kiyimlari kolleksiyasi avtorlik texnikada yasalgan. Onam bilan endi bu proyekt bilan maktab o'quvchilarining butun Rossiya alifbos yumg'oqlab etapida prizyor bo'ldim. İhtibarınız üçün bir zo'r rahmat. Kolleksiyanın avtoru 8-sınıf o'quvchisi Shakirova Goila.
игътибарга Milliy Mix deb isimlangan ijodiy proyekt taqdim etamiz. Milliy Mix Totar ham rus xalqining milliy yuzini ko'rsatuvchi stillashtirilgan zamoncha kiyim kolleksiyasi. Totar stilidagi modellar uzun jingli, uzun etekli ko'ylaklar. Kiyimlar mashina bilan chigilgan. Rus stilindagi modellar kanva bo'yicha kres olimidan chigilgan. Kiyimlarni bezash uchun o'simlik ornamentlari kullanılgan. Chunki bu ornament Totar ham rus stiline to'g'ri keladi. Proyektning maqsadi zamon yoshlarin o'z xalqining yo'llari, urf-odatlarini o'rganishga qiziqishini uyg'otish ham yoshlar orasida tolerantlik bildiruv. Kolleksiyaning avtori 11-sinf o'quvchisi Galiyeva Olina.